Men bo'yin grijasi bilan borib kelib, mana 3 oydan beri Andijonga bordim, Namanganga bordim, Toshkentlarga borib keldim. Hammasi operatsiya deyishdi. Toshkentga bordim. Oldidan yorib kirib, operatsiya qilamiz dedi. Men xohlamadim. Andijonga qaytib kelib, Chinobod klinikasiga keldim. Kelib bu yerda doktorlar bilan gaplashdim. Ular ham oldidan kiramiz dedi, faqat endoskop qabini olamiz deyishdi. Men shunga rozi bo'ldim. Mana shu hozir operatsiyadan chiqqan holatim turishim. Mana qo'l oyoqlarim bo'ysunmar edi. Mana bugun mana birinchi kun. Endi yurganimda turibda yurmardim. Mana Xudo xolasa yurib, mana qadam bosib, mana doktor akam bilan mana intervyu berib yuribman mana. Hamma yo'q yaxshi. Jarohatingizni ham ko'rishingiz mana jarohatingizni. Kichkina kesilgan. Ikkita. 1 santimetr kesilgan. O'rtoqlar mana Chinobod klinikasiga kelaveringlar. Ishonarli doktorlar mana mashhad ekan.